Mening nurg'un yomon odatlarim bor. Men ko'p o'ylayman. O'zimni doim o'tmishda bo'lgan bo'lmagan ishlardan ansirayman. Boshqalarning umidlarini yaxshi ko'rganlarning meni yaxshi ko'rmasligidan. Mening bu passiv o'ylash usulimni to'liq o'zgartgan bor. Plan Shunga ergashgan odatlarimni irodaga kelman. Bir necha kun, ba'zida uzunroq tirishchilik ko'rsataman. Biroq oxirida yana shu odatlarimga qaytaman. Bu men psixologik ma'sab berish jarayonida anglaydigan eng ko'p hikoyalarning biri. İnsan taqdirini o'zi yaratadi deydi. Biroq biz nima uchun odat o'zgartirishga ojizlik qilamiz? Acaba biz taqdirimizni boshqa birining qo'liga tutqizib qo'ydikmi? Reallik dal shundoq. Mayli hozir siz qancha yoshga kirgan bo'ling, hayotingiz, balliq vaqtingizdagi sizning kontrolingiz ostida yuz beradi. Buni psixologik nuqtadan tushunish uchun biz 2 soatlik darsimiz, ya'ni odam miyasining 3 xil ong shakli bilan qisqacha tanishib chiqaylik. Birinchi, ongli qalbi. Bu yine ko'z, burun, til, teri, quloqdan iborat 5 xil sezgi a'zolarining his qilishi bilan tarkib topdi. Logikalik tafakkur qilishingiz angliq miya qatlamasi yuz berdi. Yine hozir mushu videoni ko'rib, anglab, logikalik tafakkur qilib mushuni o'zingizga mujassamlashingiz dal angliq miya qatlamasi yuz beradi. Ikkinchi, yoshirin ong'aldi. Yoshirin o'ngimiz hayotimizda yuz bergan barliq aslilarni saqlaydi. Bu ham bizga tushuntirilmagan darajada bizning kundalik turmushimizga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni bizning turmushimizda intayin cho'ng rol o'ynaydi. Uchinchi, ongsiz holat. Bugun biz yuqorqi 2 xil ong holati bilan asosli tanishib chiqamiz. Bular inglizchada conscious, subconscious, unconscious deb ataladi. Hanzuchada yishi, wishi, chenshi deb ataladi. Agar bularni davomli o'zingizning vaqtida izlanmoqchi bo'lsangiz, shunday izlansangiz bo'ladi. Kundalik turmushimizdagi 95% tanlashimiz, harakatimiz, odatimiz yoshirin o'ngimiz tarafidan belgilandi. Yoshirin o'ngimiz bo'lsa, tug'ilgandan tortib 8 yoshgacha vaqtimizda yetilib bo'lgan bo'ldi. Bu demak, sizning hayotingiz 8 yoshdan burungi o'zingizning yoshirin o'ngingizda shakllanib bo'lgan tushuncha va tunishingizning natijasi keldi. Shunga sizning odat o'zgartirmasligingiz, sizning irodasiz ekanligingizning natijasi emas. Balki sizning angliq holda his qilib yetgan, ya'ni tushunib yetgan shu tushunchalaringizning ongsiz men qatlamingizda qarama-qarshi bo'lganligining natijasi. Shunga bizda kichik bola degan oppoq qog'oz, ustiga nima yozsam shu o'z betiga qoldirildi deydigan gap bor. Bumu dal farzand tarbiyasining qanchalik muhim ekanligining sababi. Chunki bu vaqtingizda sizning logikalik tafakkuringiz yetilmagan bo'ldi. Bu demak, atrofingizdagi ota-onangiz, sizning urug' tuqqanlaringiz yoki jamiyat sizga qanday baho bersin, siz shuni shu o'z bitim qabul qilsiz, ham shu berilgan baho bilan bir umr o'zingizni baholab o'tasiz. Misol, mening bir 40 yoshdan oshgan xaridorim hayotida muhim ishlar yuz berishdan ilgari tushkunlashib, og'rib yetib qolganligini, ham doktorxonaga borsa hech qanday kasal topolmaganligini aytib, psixologik masala so'rab keldi. Bu xaridorni gipnoz qilish orqali biz bu hodisaning 8 yosh vaqtida yuz bergan bir ishning sababi ekanligini bilib yetamiz. U maktabda yuz bergan bir qitimliq yillik musobaqada yaxshi natijaga erisholmaydi. Ham yaxshi natija ola olmaganligi uchun ota-onasining tanqidiga uchraydi. Ota-onasi uni qo'shnisining bolasiga selishtirdi, intayin umidsizlanganligini ham uning kutgan yerdan chiqolmaganligini ifodalaydi. Dal shu vaqtning o'zida uning miyasi musobaqa, cho'ng imtihon degandan iborat muhim ishlarni xatar, ham tanqid, ham umidsizlikning kelib chiqish manbasi bilan bog'lab oldi. Oldingi dars so'zlab o'tgandek, miyangizning tug'ma roli sizni xatardan saqlash, sizni olg'a ilgirtish yoki sizni xushal qilish emas. Shunga uning miyasi tabiiy holda uningga yordam berish uchun og'ritib qo'ydi. Chunki og'rib qolsa, ota-onasi uni ayıplamasdan balki haldan xabar oldi, hamxo'rlik ko'rsatdi, ham yaxshi ko'rdi. Ham bu ong, ya'ni shu tushunch cho'ng bo'lgan holda shu 40 yoshgacha o'xshash ishonch bilan shunday yashaydi. Endi buning davosi nima? Xuddi kompyuter sistemasidan chatoq chiqsa, programmasini yangilash orqali uni qutqizib qolganga o'xshash, hayotingizni o'z ilkingizga ilishingizmi, sizning yoshirin o'ngingizni qayta programlashingiz orqali eng tez ham unumli holda amalga oshadi. Bu model mening gipnoz qilib psixologik davolash kasbini o'rganganligim, men o'zim ishlatganligim. Yoshirin o'ngingizdagi yildiz tartib ketgan passiv
yeni nachar, töven energiya chastotidagi tunish va tushunchalarni o'zgartmoqchi bo'lsangiz, eng oldi bilan mushu tushunchalarning nima ekanligi ham nada, kim tarafidan o'zlashtirib olganligingiz, shuni bilishingiz kerak. Buni bilish uchun o'zingiz to'g'riliq so'zlaydigan hikoyangizga diqqat qilib beqing. Ya'ni o'zingizni tasvirlaydigan so'z jumlalarga diqqat qilib beqing. Hem o'zingizdan nimishqa men bunga ishinaman, nimishqa bunga ishinishni tanladim deb so'rab beqing. Masalan, siz kundalik turmushingizda agar o'zingizni men intayin untiqoq, men bir ishlarni qamashtirib olmayman, men döt, shu bunday ishga kallam ishlamaydi degandek so'zlar bilan o'zingizni tasvirlaydigan bo'lsangiz, siz oldi bilan o'zingizdan tunji qitim kim sizni unsan, untiqoqsini kallam ishlamaydi degandek so'zlar bilan sizni tasvirlaganligini yaxshi o'ylab beqing. Bugungi topshiriq bo'lsa, siz o'zingizning qaysi darajada autopilot, ya'ni shu kichik vaqtingizda ishinib olgan tunish tushunchalarga asosan yashayotganligingizni baholab beqing. Shundoq bo'lsa, bugungi darsimizni bu yerda oxirlashtiraylik. Bu tema intayin bir kang cho'ng tema bo'lg'achqa, buni 2 videoga bo'lib so'zlashni muvaffaq ko'rdim. Kelar qitim ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar.